Tövəndə diqqətinizə 2013 yılı yazılğan çatma yazmam Şunqar qəbi çağlarның birinci qismini təqdim qılıman. İlavə. Biz bir-biriga zich bağlanğan, amma raqobatga to'lgan dunyoda yashayapmiz. İnsaniyet cəmiyyətində raqobat azaldan mavjud bo'lib kelgan. Uningdan qo'rqishning hojati yo'q. Ammo layg'azallik va bo'shanlik qilishga bo'lmaydi. Chunki raqobatning oxirgi natijasi kuchliklarning ojizlarni bo'ysundirishi, halok qilishi va yab ketishi bilan xulosalanadi. Kuchning manbasini nazariyachilar, ilohiyatshunoslar, siyosiyonlar tarixdan buyon har xil nuqtadan chiqib sharhlab kelishdi. Ammo men o'qiganlarim, kuzatganlarim asosida uni asosligi bunu nuqtalarga yig'inchoqladim. Sapaliq muarib, yuqori fan texnika, iqtisodiy kuch, mustahkam diniy e'tiqod va barobarlik ham o'mlik to'yingan kuchlik milliy madaniyat. Albatta, bular cho'ng temalar. Bu haqda men sistemalik to'xtalib bo'la olmayman. Chunki men olim emas, oddiy bir o'rganguchi. Turmushdan xulosa, hayotdan ma'no izlab, halol haromni, yaxshi yomonni, chamning baricha, aqlimning yetishicha ayirib, chekkan jafolarimni tirishchanlik, ishchanlik deb qarab, umidvorlik kishilik hayotni barpo qilishga intilib yashovchi. Shundaqla bo'layotgan so'zlarni anglab qo'yib qolmay, ko'ngil g'alvirimda tasqog'ichi, ilinayotgan qadamlarni, mengilayotgan yo'linishlarni sukut ichida kuzatguchi va yana ma'lum ijtimoiy hodisalar haqida zarur deb qargan chaqdala o'ylaganlarimni ifodalab turg'ichi. Bugun Bostonda qor qilin yog'di. Natijada shanba saharda Bostondagi bir institutda 3 soat o'tadigan darsim o'tilmaydigan bo'ldi. Shtatlik hukumatning boshlig'i qartalliklar irqidan bo'lgan Deval Patrick apandining jakkasi bilan yuqori suratli yo'lda mashina haydash man'iy qilindi. Shuning bilan uyga solinib qoldim. Darizdan sirtqa qarab, erkin lapildab tushayotgan qorlarga havaslanib, shoirona hissiyotlarim qo'zg'aldi. She'r yozmoq bo'ldim-yu, ammo esimga burun boshqalarga elxatda bergan va'dam tushdi. O'rinlamoq farazdor o va'dalarni. Shuning bilan oliy maktab turmushimdan ariya ilib, ko'pchilikka ilhom bo'lsa ajab emas degan maqsadda o'sha asarni yozib chiqdim. O'qirmanlarning samiga soldig'inim, men ishlarda muvaffaqiyat qozonib ketgan kishi emas. Ham o'zim o'ylagandek odami bo'la olgan kishi emas. Ammo raqobatga duch kelganda uningga ishonch bilan jang e'lon qiladigan, qiyinchilikdan vaysab ketmaydigan, yiqilib tushsa yetib olmaydigan, yiqilishning sababini boshqalardan ko'rishdan burun o'zidan izlaydigan, yaxshilikka yaxshilik izlaydigan, yomonlikka yomonlik bilan javob qaytara oladigan kishi. Demakchimanki, oliy maktabda o'qish tajribalarimni yozganning, koni ishlarni so'zlaganning o'qirmanlarga foydasi tegarmi deb o'ylanib turib, o'sha asarni yozyapman. Hattingay, yozish mendan tanlash yoki shallash, anglash yoki anglamaslik jamoatdan. Şunqar kabi çağlarning birinchi qismi. Men 1996 yili universitet eglik boshqarish fakultetiga lektorlik unvoni bilan xizmatga tushib, oz kundan keyin Urumchida tang tushlarning so'riniga daxil bo'lib qoldim. So'rindagi mehmonlarning ba'zilarini tonisammi, ba'zilarini tonimaydi ekanman. O'zaro tanishishlardan keyin ko'pchilik tag'dan bag'dan parangga tushdik. Paranglarimizga chaqchaqlama ketilib turdi. Nima bo'ldi? Tema oliy maktab hayotimizdagi qiziq ishlarga markazlashib qoldi. Ardim biri shundoq dedi. Isamkamning balasi universitetning Hanzu til tayyorlik sinifiga qabul qilinibdi-ku. Isamkam balasiga qiymay g'uljidan o'g'lini elib Urumchiga kelibdi va yangi o'quvchilar o'zini tizimga oldiradigan kuni universitetning darvozasidan o'g'li bilan kirib kelibdi. Isamkamni ko'rgan maktabning ma'lum mudiridan biri
darhol chaqchaqibdi-ku. Voy Isamka voy. Biz yaşanğanlarni universitet qabul qilmaymiz. O'quvchilikqa qabul qilmasanglar-ku, bosh mudirlikqa qabul qilasizlar, debdi Isamkam. Shuning bilan maydondan kulgi ko'tarilibdi. Buni anglab bizmi kulishdik. Yangi kelgan o'quvchilarmi qiziq ishlarni qilib turdi ekan, dedi so'rinliklardan biri. Bir yili Atishdan bir bola universitetga yangi kelib tizimga oldirg'ili kelibdi-ku. Tizimga og'uchi Xanzu muallim, "Sen qaysi fakultetdan?" deb so'rasa, o gapni Xanzuchi dedi, Nishnagishida. "Men Atish fakultetidan, "Voshi Atish ishida" deb javob berib, hammalarni güldürib o'tibdi ekan. Atishdan mashindaq döt odamlar chiqdi ekan, ha? Devida u mushu gapni boshlagan bola shundoq dedi. Pul bermasang to'g'ri javobni bekag'i beratdimmi deb o'yladi-da, Atishdan kelgan bola. Og'inlar, dedim men bu ishlarni anglab o'ltirib va kulib turib. Sizlar gapini qilgan Atishdan kelgan ashu bola men edim. Voy, deb qilishdi ular. Men ularga ishning tafsilotini so'zlab berib edim. So'rining kulkisiga kulkilar qo'shildi. Asli ish mundaq edi. Men boshlang'ich Xanzu tilini ko'rib baxmagan. To'liqsiz o'tirdi o'qish uchun Ulug'chap Naylik 1-o'rta maktabga borganda, Jamolxon ismli egiz ham ustiqonliq kelgan 45 yoshlarda bor bir qirg'iz xonim Xanzu tili darsini bergili kirdi. Men bir mavsum hech nima tushunmay chiqib ketdim. Hatto Xanzu tilidan o'tolmadim. Mush sababdan mekin bu tilga bak o'ch bo'lib ketdim. O'ginishdan bakla rayim sovib ketdi. 8-sinfga chiqqan vaqtda sinf mudirimiz Obul Qasim muallimning ayoli o'qish metodi ustun bo'lgan Fatima xonim dars kirdi. Bu xonimning yetakchiligida endi az to'la bir narsa o'ginay deb turganda 1985-yili 23-avgustda yer tavrab maktab vayron bo'ldi. Shu chaqdagi Naylik muarib idorasining boshlig'i Asanbek Turdi, bu kishi keyin oblastning boshlig'i bo'lib tayinlangan. Asanbek Turdining bizni bu maktabda o'qitmaslik talabini yo'lsizlik deb bilgan dadam, uning bilan zakonlashib, oxiri chiqmaydiganligiga ko'z yetgandan keyin o'zi burun o'qigan Qizilsuv oblastlik 1-o'rta maktab bilan aloqalashib, o'rmonchilik maydonidan kelgan 20 dak o'quvchining yuk taqinlarini idoraning mashinasiga besib, udul otishga elib kirdi. Bu ishlarda bizning o'qishsiz qilishimizni xohlamagan o'qituvchilardan maktab mudiri Qadrdon Abduqodir muallimga va maktab ilmiy bo'limining mas'uli hurmatli ustozim Asqar Aysa muallimga cho'nqur hurmatim bor. Men Atishga to'liq 1-yilga kirganda Tursun Qodir degan siyosat o'qituvchisining nima uchun, ya'ni Veyshama degan Xanzucha xatni do'stga yozaligini uchun u muallimni qaltis saviylik muallim ekan deb o'ylig'im esimda. Hamda aslasam, ashu o'yinin kallamga kelganiga qaraganda, ras ayni chaqda Xanzuchida 0 ga yaqin saviyada ekanman. Men azaldan Xanzuch so'zining penillarining ustiga sızilgan tuz, yanto siziqlarni qanday farq etib o'qishni, ya'ni ohangni o'rganmagachga bo'pmi oxirim qappaldan degandek mayli to'liqsizda bo'lsin yoki to'liq o'tir maktabda bo'lsin, Xanzu tili darsida o'tirdilinni tushgachga menga bu tilni o'rganish bak egri keldi. Masalan, o'xshamagan shaklda yozilgan bu xatlarni chang deb o'qiydi ekan. Bu birdam qurol degan ma'noni bildirsa, birdam tom degan ma'noni bildirdi ekan. Yana birdam bulash degan ma'noni bildirdi ekan. Men qanday ayiraman bu shuncha changlarni, u achangni? Ba'zida o'ylab zard bo'lib, kimlarnidir tillab ketatdim. Men Atishga o'qishga kirgan yili Atishning ma'muriy darajasi texi noyi bo'lishi kerak. Tag'amning uyiga tamoqqa mangan ba'zi kunlari Naylik radio uzulining Xanzucha bo'limining Xanzu ayol diktorining Atush Xianzhe Mingguangbojan Atish Naylik radio funkti degani qulog'imga kiratdi. Ha, Nay deganni Shen deydi ekan-da deb o'zimcha bilib oldim. Az kundan keyin Atish shahar bo'lib o'zgardi. Endi men yiliqa ayolning Atush Mingguangbotay Atish shaharlik radio stansiyasi deganiga diqqat qildim va ham o'zimcha, ha, sha deganni shi deydi ekan-da deb bilib oldim. Demak, men sh bilan shining farqini uqmaydi ekanman. Shundaqmi?
Oliy maktab imtihoni berganda ancha-muncha o'rganib olgan xam so'zlarni yoza olishning sababidan bo'lsa kerak, imtihondan 20 necha nomer ilib bak xo'sh bo'lib ketdi. 1988 yılı sentabrning 5-ida bolalarni Urumchiga o'qishga yig'lab turib uzatishga kelgan ota-onalarning do'lqinida ko'z yeshi qilib qolgan ota-onamga avtobusning darajasidan qo'l planchitib, ko'z yeshi qilib xo'shlashib, ushqunib 4-kuni Qizilsuv transport kolonining Islomjon ismli shofir haydagan avtobus bilan Urumchiga sog'-salomat kelib oldik. Oldimga 87-yillik axborot kasbida o'qigan bolalar va men bilan bir sinfga atishdan qabul qilingan Amrullohning aksi 85-yillik fizik fakultetining o'quvchisi Anvar aka chiqib kutib oldi va yotoqqa o'rnashtirdi. Yangi o'quvchilar tizimlatilgan kun 7-sentabr edi. Men maktab kutubxonasining oldida yangi kelgan o'quvchilar qator turib tizimga oldirib navbat menga kelganda Hanzo o'qituvchi so'radi: "Sen qaysi fakultetdan? Nechta agishida?" Mening esimga darhalla heliqi atishdagi diktor ayolning so'zi keldi-da, buni gap og'zimdan chiqib ketib qoldi. Men atish fakultetidan, ya'ni o'sha atish ishidi. Demak, men yana shi bilan shining farqini bilmagan gap. Shu so'zning eg'izimdan chiqishini bilarman, ammo boshqasi noma'lum. Atrofimdan qattiq kulki ko'tarildi. Bo'libmi, mendan 2 qadam kaynimda turgan, qonun fakultetida qabul qilingan, Urumchidan kelgan egiz bo'yliq zibo bir qiz qattiq sat kulyapti. Men texchi nima bo'lganini anqirolman edim. Buni kaynimda turgan atishdan birga chiqqan Amrullohning kulkisini, uning kaynidan agishib kelgan ses gapini demaysiz dedi. Amrulloh o'zi uchuq va sho'x gapni dal bergan bola edi. Döt! Men seni qaysi fakultetning davatida? Angacha uning aksi Anvar aka javobini berib bo'ldi va dedi kulib turib: "Men tursam yordam berma deb nimaga aldirab ketding, oy?" Uzoqdan yerga kirgidek bo'lib ketdim. Yiliqi Urumchilik qizga g'azab bilan birini olaydim. Uning kulkisi so'nkimdan o'tib ketdi. Keyin u qizni maktabda nurg'un qitim ko'rdim. Ammo nimishqidir u qiz meni, mana atosh ishi kelyapti-da deb zanglik qilayotgandek tuyulib, o'zimcha xuduksirab qolatdim. Shunday qilib o'qish boshlanganda birinchi qiyin o'tkal Hanzu tili bo'ldi. Bizga Hanzu tili darsini Urumchida tug'ilib, Uyg'urlar bilan aralashib cho'ng bo'lib, universitetda Uyg'ur tili kasbini o'qigan Zhao Yonghong ismli egiz ham zilva kelgan bir yosh ayol xonim berdi. Dars boshlanib bir haftadan keyin iqimiz oq, qorimiz qor bo'lib qoldik. Qor bo'ldik. Meni o'z ichiga olgan Qashqar va Xotanning chat yezilaridan kelgan bir nechimizdan boshqa hamma saboqdoshlarning Hanzu tili saviyasi xeli yuqori, talaffuzimiz nisbatan to'g'ri edi. Biz ayrilib qoldik. Ham so'z yoki tekst o'qish navbati bizga kelganda bolalar kulishib ketishyapti. Adam degan qiziq nima ekan? Men o'zimning holim qanchalik demay, Xotandan kelgan saboqdoshlarim Hanzu xatlarni qiziqroq o'qib salsa, boshqalar bilan mendan kulib solatdim desa. Shuna qilib berilgan topshiriqlardan dastlab o'talmadim. Oddiy jumla tuzishga to'g'ri kelgandimi, aman igining keynidan to'ldiruvchini yozib, xabarini eng keyinda yozib qo'yatdim. Uçaqlarda bir necha pandan niyot qalsa, maktabdan chekindiradi. Bizning ikki saboqdoshimizni chekindirib o'tishdi. Ko'nglimga qo'rqinch tushib, Amrlardan yordam so'raydim. Uning yordami menga shundoq boshlanadi. Döt, mushim yozamidingmi? Men qayla, mavi bu jin archa. Mundaq bo'lib qolmasdan, yana undaq. Deganga munda jumla tuzsan. Wada biyo, bu jin juncha archa zo'daxin qo'y. Mening soatim to'g'ri bo'lib qolmasdan, balki yana tizmangdi. Men qandaq o'rgatgan bo'lsa, shundoq yozatdim. Men har kuni o'rnimdan sahar turib, chayxo o'tin, chizi xotin deb Hanzu tilini o'rganmasammi, ish qilib o'zim yaxshi ko'rgan usul bilan qat'iylik bilan Hanzu o'rganishga atlandim. Oralikdan bir oy vaqt o'tgandan keyin ayni chaqda mavjud bo'lgan matematika fakultetining yanidagi cho'ng zalda yangi qabul qilingan o'quvchilardan Hanzu tilidan saviya imtihoni ilib 44 nomerdan yuqori olganlarni tez suratli sinab, ya'ni kayban deb, 44 nomerdan tuvan olganlarni asti suratli sinab, ya'ni manban deb atab, ayirib dars kitobchini qo'llanib dars o'tishmoqchi bo'lishdi. Nomratni yo'qidi qijnang deb, men 46 ilib qolganim uchun meni tez sinabga, ya'ni kaybanga chiqarib qo'yibdi. Intayin jiddilashib ketdim. Janubdan kelgan boshqa sinab chiqib ketsa, endi mening saboqdoshlarim meni qachon tekst o'qiydi ekan deb saqlaydi. Shunday o'ylab meni tarbiyalab ketdi. Shuning bilan men Jav muallimni izlab, uningdan meni ast sinfga, ya'ni manbanga o'tkazib qo'yishni so'rab o'tindim. Bo'lmaydi,
Siz yetişip ketalaydi, dedi Joe muallim. Mening andishamni tushundim qandaq, u keyin meni darsda tanqisliqni qo'ydigan ishni qilmadi. Darhaqiqat men 2 yillik jafoliq tirishish orqali 2-yilning oxirida Xanzu tili natijamni sinf bo'yicha 4-o'ringa ko'tardim. Demak, to'g'ri o'qitish metodi va ilhomlantirish bo'lsa, hamda o'quvchi o'zi tirishib bersa, Uyg'ur tilini asos qilib Xanzu tilini kuniga 1 soatdan o'rganish orqali bu tilni yaxshi o'rganish maqsadiga yetkazib bo'ladi. Keyin Joe muallim Markaziy Millatlar Universitetiga o'tkazilib ketdi. Men Amerikaga viza saqlab, Beyjingda Millatlar Universitetiga borgan mezgilda u xonimni yo'qlab qo'ydim. Oliy maktab hayotimda birinchi yilda men duch kelgan yana bir masala tantarbiya darsi bo'ldi. Burun chiniqishga ahamiyat bermagan ekanman. Biz oliy maktabga kelganda tantarbiya darsini Ablimit ismli qavul, budur chach bir muallim berdi. O'zimga yuguralmaganlik va tornikni yaxshi o'ynay olmaganlik sababidan 67 nomer elib qoldim. Demak, bu boshqa natijamni so'rab ketdi. Men bu ahvolni qat'iy o'zgartirishga bel bog'ladim va birinchi yili o'qishni tugatib ochiq qaytdim. Ondan ota-onamning xizmat o'rni bo'lgan o'rmonchilik maydoniga chiqdim. Hamda onamdan har bir putumga tangadigan necha kiloluk qum xalta tikib berishni o'tindim. Alayzal 40 kun atrofida yiliqi qum xaltini putumga tengib, uyimizning keynidagi taqqa sahar 6lar bilan turib yugurib chiqib tushib mashq qildim. Dastlabida mashq eg'ir qilib beshim qiyib qusib yurdim. Ammo mashqni har kuni izchil davomlashtirdim. O'rimchiga inib borgandan keyin birsi ugunishni, yana birsi chiniqishni ching tutdim. Buning natijasida yugurish sur'atim ham oshdi, uzunga sakrash, o'rnida turib uzunga sakrash va egizga sakrashlarda ko'p ilgariladim. Natijada 2-yildan boshlab toki oliy maktabni bitirguncha har yili tantarbiyada a'lo natija oldim. Meni qo'shganda sinfimizda 3 o'quvchi tantarbiyada a'lo natija oldi. Ularning ikkisi fakultetimizdan vakil bo'lib, maktabda yilda bir o'tkaziladigan tantarbiya musobaqalariga tushadi. Biroq men an'anachi bola bo'lg'achqa asma mayk kiyib ko'pchilikning oldida yugurib yurishni to'g'ri ko'rmay, undaq musobaqalardan o'zimni tartatdim. Shu ishlarni aslasam, shu o'rimchining tumanliq kunlaridami, qorliq qishlardami, yakshanbalardami hech nimani eg'ir ko'rmay, sahar turib chiniqadigan mustahkam ruhim hali ham menga madad berdi. Ketib, shu harakatlarni mashq qilib qo'yaman. Men oliy maktabning dastlabki yillari duch kelgan Xanzu tili va tantarbiya o'tgandan keyin ingliz tili o'rganishga tutish qildim. Bu mening chatma yozmaning 2-sida bayon qilindi. Bu asarda so'zlangan so'zlar ayni vaqtda shunday yozilgan, shu bo'yicha o'qildi.